o'zi linzalar ko'rganmizmi? Ha? Linzalar. Mana qaranglar, o'tgan safar bittasida ko'rib qoldimda. Mashinada yozib kunlari degan bakalashka suv to'ldirib qo'yib qo'ymang deb aytdi-da. Mana kun issiq bo'lyapti-ku. O'sha paytda bakalashkaga suv solib, mashinada qoldirmang deyapti. Nega unday dedi? Ha? Sketashmi? Ichida suv isib ketsa, nima qilamiz? Quyosh nuri O, ana. Tushunarli? Mana yaqinda o'zi shu narsani kechasi bor ko'rdi, ko'rsatdim o'sha narsani. Mashinada o'sha suvlarni qoldirmang deyapti. Bakalashkada turgan suv, bilasizlarmi, qavar joyi bor-ku? Ha? O'sha linza vazifasini vaqt qiladi, bajarib qoladi. Tushunarli? Bolalar joylariga lupa deymiz-ku, bulur deysizlar, to'g'rimi? Bulur deysizlar-ku. Xuddi shunaqangi vazifani vaqt qiladi, bajarib qoladi. Ya'ni quyosh nuri bitta joyga yig'ib, uydagi nima qiladi? Joyni kuydirib, yong'in xavfini keltirib chiqaradi. Barakallah. Demak, shuning uchun ham mana yozib kunlari to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joylarga, hatto transport vositalariga bakalashkada suvni saqlash mumkin emas ekan. To'g'rimi? Keyin. Qani, bu linzalar o'zi nima o'zi linzalar? Linza. Barakallah. Qaranglar, sferik sip degani sharning bir qismida, to'g'rimi? Agar sharni bilan uchrashtiradigan bo'lsak, mana bu yerga joylashadi. Mana bu tomoni va mana bu tomoni demak, o'sha sferik siplar bilan qilingan, chegaralangan. Oh, yoki mana. Ko'rdingmi? Ko'rasan? Bu ne qiladi? To'g'ri to'g'ri undan. Demak, qarang, mana bu qorinboy. Ko'rdingmi? Demak, mana shu qorni chiqib turgan bo'lsa, nima bo'ladi bu? Qavari. Qavar linza bo'ladi. Demak, nima bo'lish kerak? O'rta qismi. Mana bu chetiga nisbatan qalinroq bo'lsa, nima bo'lar ekan bu? Qavar linza. Agar buni o'sha quyosh nuriga tutadigan bo'lsak, nima qiladi yorug' nurini? Bitta joyga yig'ib beradi. To'g'rimi? Bitta joyga yig'ib beradi. Mana bu bo'lsa, yorug' o'sha dastasini turli tomonga nima beradi? Sochib beradi. Mana bu o'rta qismi, chetki qismiga nisbatan yuqoriroq bo'lsa, bu qanaqa linza? Barakallah. Botiq linza ekan. Endi qaranglar, bizlar o'sha linzalarni simvollar bilan bizlar nima qilganmiz? Belgilab olganmiz. Agar mana bunaqangi ikkita tomoni ham kamon o'qidan o'xshagan bo'lsa, nima bo'ladi bu? Mana bu qavari linza. Tushunarli? Mana bunisi bo'lsa, yoyilgan shaklda bo'lsa-chi, bu nima bo'ladi? Botiq linza bo'ladi. Tushunarli? Demak, birinchi bitta videoni ko'rib olaylik. Qaranglar. Bosh optik o'qdan o'tgan nurlarimiz nima qilmaydi ekan? Sinmasdan o'tib ketar ekan, to'g'rimi? Boshqa joyga keladiganlar bo'lsa, nima qiladi? O'tgandan keyin nima qiladi? Sinar ekan. Tushunarli? Demak, bular ma'lum bir nuqtada nima qilyapti bular? Kesishyapti. O'sha kesishgan joyi nimasi deyiladi? Barakallah. Demak, uning fokusi deyilar ekan. Demak, fokusi bor-ku, bir tomonda bo'ladimi yo ikkita tomonda bo'ladi? Ha? Barakallah, ikkita tomonda bo'ladi. Chunki agar bironta bir linzani olib, linzani olib, bir tomonga qarab quyoshga tutsak, bu tomonni yig'adigan bo'lsa, bu tomonni qilsak, yig'may qo'yadimi? Ikkita tomoni ham nima qiladi? Yig'adi, to'g'rimi? Ikkita tomoni ham yig'adi, shuning uchun ikkita tomoni ham nima bo'ladi? Bir xil masofada nimalar bor ekan? Fokus masofasida yig'ilar ekan. Tushunarli? Fokus masofasini qaysi bilan belgiladik? F bilan belgiladik. Barakallah. Demak, o'sha optik o'qda o'tgani demak,
sinmay o'tkazavergan, bosh optik o'qdan o'tganligi. Qolganlari o'tgandan keyin nima qilar ekan? Yo'l dastasi shu parallel kabellarimiz sinar ekan. Tushunarli? Demak, formulasini asl bo'lib o'tamiz. Boks masofasi deydi. Boks masofasi linzaning tutilishiga bog'liq. Ikkita linzalarimiz qana. Bu ko'rdingmi? Demak, qaranglar. O'sha linzalarimiz ikki xil turi bor ekan. Qavari hamda lekin modli ekan. To'g'rimi? Qavari hamda modli ekan. Tushuntira oldimmi? Hamda esimizda qoldi. Demak, qorin boyli bo'lsa nima bo'ladi bu? Qavari. Agar momoda ichki tortini becharoq bo'lgan bo'lsa-chi, botib. Mana. Agar bironta olib, buni qo'limizda ishlagan vaqtimizda qo'limiz vaqt ketadi. Qavarib ketadimi? Ishib qoladi, to'g'rimi? Agar bironta olib, agar qo'limizda bossak nima qiladi? Botadimi? Botyapti deymiz, to'g'rimi? Demak, o'sha chuqurcha bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lar ekan bu? Botib bo'lar ekan. Endi ikki xil turi bor ekan. Endi bularni o'zi ham bir nechta turga nima qilar ekan? Bo'linar ekan. Qaranglar, bu ikkita tomonlama qavari. Bilasizlar, bu firmada deydi. Demak, bu ikki tomonlama qavari, bir tomonlama qavari hamda botib qavari ekan. Tushunarli? Esimizdan chiqmaydimi? Demak, takrorlaymiz. Demak, ikkita tomonlama qavari, bir tomonlama qavari hamda botib qavari ekan. Keyingisi, mana bu o'sha botiq linzaning simboli. Endi qaranglar. Belgilanishi. Mana bunimiz demak, ikkita tomonlama botib, bir tomonlama botib hamda qavari botib. Tushunarli? Esimizdan chiqmaydimi? Endi qaranglar. Mana faras qayilib qo'limizda linza bor. To'g'rimi? Endi buni fokus masofasini biz nima qilmoqchimiz? Aniqlamoqchimiz. To'g'rimi? Aniqlashimiz kerak. Kim qanday aniqlab bera oladi? Xo'sh, mana qo'limizda linza bor mana. To'g'rimi? Aniqlashimiz kerak. Qanday aniqlaymiz buni fokus masofasini? Quyoshga chiqmasdan mashina o'lchaylik. Bo'lmaydi-ku. Ha, barakalla. Qani, telefon qadarli bo'ladi. Qani kim o'lchaydi? Qani? Taxminan. Mana shunchalar ekan deb turdim. Qani? Xo'sh. Nima qilamiz? Xo'sh. Ana, eng kichkina shu. Voy, eng kichkina shu bo'ldi. Voy, barakalla. Qaranglar. Agar mobodo qo'llaringda shunaqangi birorta bir linza berilgan bo'lsa, uni fokus masofasini top desa, yo'l oddiy ekan. Nima qilamiz ekan? Bunga linzamizga yorliq nurini shunday yuboramiz. Yuborganimizdagi bitta nuqtada yig'ilgan joyi uning nimasi bo'ladi? Fokus masofasi bo'ladi. Tushunarli? Agar buni hozir linzani uzoqlashtirsak ham, demak, kengayib, uzoqlashib ketaveradi. Tushunarli? Demak, o'sha yig'ilgan joyi nimasi bo'lar ekan? Fokus nuqtasi. Demak, shu yerdan shu yergacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. Masalan, ham tushunarlimi? Barakalloh. Yashang. To'g'rimi? O'zimga qoyil deydi. Shunday deydi. Esimda chiqmaydi. Demak, linzalar nechta bo'ladi? Ikkita bo'ladi. Barakalloh. Qanaqa? Barakalloh. Bu qanaqa linza? Qaydan bildilar? O'g'ri ekan. Demak, o'rtasi cherga nisbatan qadroq ekan. Bu-chi? Bot ekan. Ya qaylar. Qaysidir qismini bola shuni ichiga olib pul solib qo'yibdi mana. 10 ming so'm solib qo'yibdi, nima deyman? Hisobchisi deb o'ylayman. Ha, hisobchisi. 10 ming so'm ko'rgansizmi? Mana, qaytib olamiz endi. Asosiy video. Agar mobodo kimlarga kolleksiya kerak bo'lsa, ichab turibdi. Mana.
Ha. Nechadir yillardan keyin mabodo yangidan almashadigan bo'lsalar, mashina borga olsa bo'ladi. 10 ming so'mlik pul. Yirtilyapti. Ustoz. Butun. Buklab qaysidir mana qitimi mana sovarga olgandagi nima kishida, tishida. Soverga. Ha. Bo'pti, nima qilaylik? Soverga. Endi qavar qilamiz, yonlik o'rnida yig'adimi? Sochadimi? Yig'adi. Buchi? Sochadi. Barakallah. Qavar qilamiz o'z ichiga bo'lingan ekan, ichiga. Qanaqa birinchisi qanaqa? Tomonlama qavari, tomonlama qavari, qavari. Buchi? Tomonlama qavari, tomonlama qavari. Barakallah. Linza deb nimaga aytiladi? Voy yashanglar. Bu xursand bo'laman-da ko'rasiz, aynan aktiv qatnashlar bor-ku. Energiya oladi, dastlab energiya oladi. To'g'rimi? Endi qaranglar. Bu bagajkalarda shunaqangi bir shaffof jismlarga bir transport vositasidami yo uy derazalarining oldiga qo'ymasligimizning asosiy sababi nima ekan? Ha, yonib tushgan ekan, nima qilar ekan? Ha, barakallah. Demak, o'sha linza vazifasini bajarib qolib, o'sha yerdagi birorta bir jihoz predmetlarni kuydirib, yong'in xavfini keltirib chiqarar ekan. Tushunarli? Chunki kechasi nimada ko'rib qoldim. Videolarni bo'lsa qo'yib beraman hozir. Labo bor-ku, o'sha laboda nima olib ketayotgan bo'lgan? Suv bor-ku, o'sha suv bilan ketib turgan u. Turgandan keyin mineralka suv-ku, oddiy nimadik, bez gazda. Ana o'shanda yonib nur tushgan, ustida turgan u. Karabkasi suyab qo'ygan-da. O'sha yerda karabkada suyab turgan bo'lgan, karabka kuygan nimasi bo'lib chiqqan. Hali chiqqaniga qaraganda u. Qarasa, tutyapti. Bunday bo'lyapti deb qarasa, nima bo'lyapti bu? O'sha joyda yondirib kuydirib turibdi. Tushunarli? Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Linza formulasi qanaqa dedik? Muttasil barobar kichkina. Endi qaranglar. Mana shu formulamizda mana bu yerga minus qo'shish mumkinmi? Yo'q. Qachon? Yo'q deydimi? Nima uchun yo'q? Ha, qachonki bo'lmasa, bu linzalarimizni tasvir yasashdan keyin tushuntirib beramiz. Qaranglar. Tasvirimiz haqiqiy hamda mavhum bo'ladi. To'g'rimi? Demak, haqiqiy tasvir bo'ladigan bo'lsa, plus mavhum tasvirasi bo'lsa, virus chorasi o'yladi. Tushunarlimi? Hozir nima qilamiz? Bir masalani yechaylik qilamiz. Poskani o'chiring. Turing qani.